unashtiruvni buzdi, JJ. Hammasi nodon, ahmoq. Bugundan boshlab men uchun qadrlisan. JJning qadrli insoni bo'lishni xohlaysanmi? Uch turdagi sevalar bor. Fikringizni Xudoga topshirish, ya'ni manasi seva. Xizmatda moliyaviy yordam qilish, ya'ni vitaja seva. Va o'z jismoniy shaxsingizni Xudoga topshirish, ya'ni tanuja seva. JJning qadrli insoni bo'lishni istaysanmi? Devi, bu yerdan nima qilyapsan? Chiq. Opa, senga chiq dedim. U meni singlim. Siz faqat bizlardan foydalanar ekansiz-da. Sizni Tangriga tenglashtirardim. Siz esa oddiy odam ekansiz. Yolg'onchi, buzuq.